Avvalambor assalomu alaykum Chorva Uz kanali obunachilari. Mana bugun 2025-yil 22-may haftaning payshanba kuni aka-ukalar. Sizlarga 8 bosh o'zimiz Messi o'yinchilarimiz bor. Xudo xolasa shularni qo'ldan kelgancha videolarni qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa birdan like tugmasini ayamasdan bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa kiyikday zo'r. İçida sementalga gibridlardan bor mana bunaqa. Narxlar yengil xudo xolasa. Qisqacha ma'lumotlarni berib ketamiz. Bularda yoshlari o'rtacha 1 yashar atrofida, bo'ylari 1.5 1.15 oralig'i orasida mana ular 1.15 dan baland chiqib qoladi xudo xolasa. Nomoslar, g'unajinlar, uzr g'unajinlar xudo xolasa. Go'shiga ham javob beradi mana shular. Hammasi qisir. Narxlar yengil. Endi bularning narxlariga o'tib qaytaveramiz. Hammasini bir joyga qo'ygan akalarimizga bomba narxlarni qilib beramiz xudo xolasa. Hammasini bir joyga oldim deganlarga 10 million 150 ming so'mdan xayrini o'tib beramiz. Mana shular 1.15 necha bo'laveradi. 1 metr chamarash blokda chamasini olsalar ham bo'ladi. Sifatlari ham zo'r. Kerak bo'lsa go'shiga ham javob beradi ko'pi. Mana ular endi go'shiga emas bular. Sifatini o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Menimcha bu ancha sementallardan chiroyli. Orqalari ham kelishgan zo'r oncha. Sigir qilaman degan aka-ukalarimiz xudo xolasa baraka topishadi. Endi eng past narxosiga 9.800 ming so'm qilib beramiz. Uni ham o'zimiz ajratib beramiz aka-ukalar. Eng baland narxosiga 11 million so'm qilib beramiz akalar. Mana bir qator yana yurishlarini ko'rsatamiz. Yeb ichishlari hech qayerda aybi yo'q. Kelganda bemalol ko'rib tekshirib olishlari mumkin. Shunaqa karabkalar to'g'ri kelib qolgan onajlarim bor. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Bundan ham qiziq videolarimiz chiqadi.